Amerika Xalqaro diniy erkinlik elchisi Sam Braunbek İslam dünyasını Xitoyning Sharqi Turkistonda musulmonlarga yurgizgan yig'ilish lageri siyosatiga sukut qilganligi uchun aybladi. Sam Braunbek musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarning sukut qilishidan umidsizlanganligini aytdi. O har qaysi davlatlarning o'zlarining manfaatlari uchun bu xil pozitsiyada bo'lganligini bildirdi. Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda nurg'un ota-onani xohlagancha tutqun qilib, yig'ilish lagerlariga qamash orqali minglagan oilalarni parishon qildi. Bir qism bolalar Xitoy doiralari tarafidan bolalar lagerlariga yig'ilingan bo'lsa-mu, nurg'un bola egichoqsiz qolmoqda. Yaqinda Xotan viloyatining Sultoni mazorligi Tava Navoq mahallasida bir kichik qiz o'stanga tushib ketib, suvda tunjiqib o'lib ketgan. Egilinishcha bu qizning jasadi o'stangdan tepilgan bo'lib, uning urug' tuqqanlarining yig'ilish lageriga qamalganligi mo'ljallanmoqda. Turkiyada faoliyat elib berayotgan Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi vakillari Turkiya parlament raisi Mustafa Shentopni ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida parlament raisiga Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyati qisqacha tanishtirildi va xalqning kutgan umid va talablari o'tirg'i qo'yildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Oman bo'g'izida ikki neft paraxotiga qilingan hujumga Iranning mas'ul bo'lishi kerakligini aytdi. Pompeo qo'limizdagi istixborot ma'lumotlari hujumda ishlatilgan qurollar va hujum saviyasini nazarga tutganda hujumga Iranning mas'ul bo'lishi kerakligini bilalaymiz. Rayonda bunday bir murakkab hujumni ib baralaydigan manba va iqtidorga ega boshqa bir vakil yo'q dedi. Yana bir tarafdan bu ikki neft paraxotining hujumga uchirganligi xabari tarqalgandan keyin neft bahasi 4% oshdi. Rossiya parlamenti yuqori palatasi bo'lgan Federatsiya Kengashining Tashqi ishlar komitetining muavin boshlig'i Vladimir Kabaru Amerikaning odamsiz jasus aeroplanlari va harbiy qismlari Polshaga o'rnashtirilsa, Polshaning Rossiyaning hujum nishoni bo'lib qolishi mumkinligini aytdi. Kabaru Amerikaning Polshaga odamsiz aeroplan o'rnashtirish va harbiy qismlarni kengaytirish planining Rossiyani bearam qilganligini aytdi hamda bu planlar amalga oshib qolsa, bira kelishmaslik yoki krizis bo'lib qolgan taqdirda Polshaning Rossiyaning qaytarma hujum nishoni bo'lib qolishi mumkinligini bildirdi. Xitoy taratqullari F-35 ni olmay qolsa, Türkiye'nin Rossiyaning Su-57 va Xitoyning J-31 aeroplanlarini elishni o'ylashilganligini kun tartibga olib keldi. Bu haqda tahlil etgan Xitoy mutaxassisi Shu Guangyu Turkiyaga o'xshash davlatlarning nurg'unlagan yoshirin urush aeroplanlariga ehtiyoji borligini aytdi. Amerikaning S-400 sababli F-35 tipli aeroplanlar bor davlatlar Turkiyaga yeshil chiroq yoqmoqda.